Barselona comeback qila oladimi? Yo'q. 2-0 Atletico hisobida. Comeback qilish faqat Realga, u Barsa ham kamandami? Real Madrid muxlis sifatida aytaman, Barselona comeback qilishiga ko'zim yetadi. Barselona comeback qila oladimi? 3-0 comeback bo'ladi. Raqibdan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, o'yin oson bo'lmaydi, lekin Barselonaga ishonamiz. Barsa bugun comeback qiladimi? Qiladi. Barsa bo'lgandan keyin qiladi. Bugun comeback bo'ladi, Yamaldan hat-trick. Barselona bu butun bir oila, oddiy jamoa emas. Biz albatta ishonamiz Barselona comeback qilishiga, yetishiga. Albatta Barselona comeback qila olmaydi. Ilmurod aka, siz ham comebackni kutayotmang. Barsa bugun g'alaba qiladi. Visca Kataloniya. Barselona har doim yutqizadi. Hech qachon yutolmaydi. 10 yildan beri yutolmayapti. Barselona comeback qila oladimi? Bugun Barselona comeback qiladi. Aniq. Barselona comeback qila oladi, chunki bu juda kuchli jamoa. Barselona comeback qilish uchun o'yin o'ynash kerak, futbol o'ynash kerak. O'yindan oldin gapirish kerak emas. Real fanati bo'lsam ham Barsa comeback qilishiga ishonaman. 100 tali comeback qiladi. Remontada bo'ladi. Foydasi yo'q, baribir Barselonaga ozgina bor. Menimcha bunga Barsachilar o'zi ham ishongan yo'q. Barsa 100% comeback qiladi. Visca Barsa, Visca Kataloniya. Menimcha Barselonada vaziyat qiyin, comeback bo'lishi qiyin. Barselona 3-0, 4-0 hisobida aniq. Realdan kutsa bo'ladi, конечно. Endi Barsadan unaqa narsa yo'q. Deyishdi, bu Liga Chempionlar odati, comeback qiladigan odati. Birinchi o'yin adashmasam 4-0 yutgandi. Bu gal endi comeback qila olmagan taqdirda ham har holda bal olishi mumkin. Barselona comeback qila oladi. Shu ham komandami? Barsa comeback qilishiga ishonaman. Barselona har doim comeback qilgan, bundan buyog'i ham comeback bo'ladi. Aynan remontada deyilgan narsa bu Barselona uchun boshqa komandalar yaqinlashmasa tursa. Faqat himoya o'ynasa qilish qiyin, lekin orqaga Barselona o'xshab hujumkor o'ynasa iloji bor, lekin oxirigacha qo'llab quvvatlaymiz. Barselona ham komandami, comeback qilish haqli etmaydi. Albatta Barselona 3-2 ga comeback qilib ketadi. Albatta Barsa bugun bo'lsa comeback qila oladi. Yamaldan gol urib qolamiz. Barselona 5-1 comeback. Ishonish qiyin, lekin Barsaga comeback qilishi. Barselona comeback qila olmaydi, chunki Atletico avtobusini mustahkamlab himoyalanadi. Qila oladimi? Bo'ldimi?